Shu videoni 17 minutda oldik, siz ishonasizmi? Hammaga salom. Ha, to'g'ri eshitdingiz, 17 minutda oldik. Hammasi shunaqa tez bo'lib ketdi-ku, to'g'risi o'zimiz ham ishonmadik shunaqa tez video olganimizga. Bolalarning mashg'ulotlarigacha 20 daqiqamiz bor edi va biz bundan unumli foydalandik. Birinchi so'zlarni qaytarib olib, probni video oldik. Keyin esa birdaniga bolalar safimizga qo'shilishdi. Busiz iloji yo'q edi, chunki ularni zo'rg'a ushlab turishgan. Ular bilan olamiz deb ularga videodagi so'zlarni o'rgatishni boshladik. Bir daqiqadan keyin esa kachalaga chalg'ib ketishdi. Va nihoyat o'zimiz video olamiz deganimizda esa yana oramizga birin-ketin qo'shilishni boshlashdi va biz o'rgatishni yana davom etdik. Shu payt Muhammad Muhsin qo'liga telefonni olib so'zlarni yozib oldi. Abdulloh esa o'tirib qaytaraman deb o'tirib oldi. Kichkintoyimiz esa opasini oldida turib o'rgandi. Bolalarning eng tez o'rgangan so'zi goodbye bo'ldi. 5 daqiqa vaqtimiz qolganda esa va nihoyat biz videoni oldik. Bu safargi videomiz Muhammad Muhsin va Abdulloh bilan birga bo'ldi. Xullas biz hammasiga ulgurib Abdullohdan ta'rifini eshitib, bolalarni to'garaklarga yubordik. To'g'risi bunaqasi hali umuman bo'lmagandi. Fikringizni kommentariyada kutamiz. Hammaga rahmat.